Çoğunlar burun bizning mushu noy bozorimizda Hekim Tavoq degan bir noch o'tgan deyishidi. Uning alohidligi 10-20 odam bir bo'lib urib chala o'lik qilaversimi, bir kamdan keyin o'rnidan dast turib, hech nima ko'rmaganda ketaverdi ekan. Hammadan qizig'i, cho'nglar Ahmad Cho'ng degan bir odamning gapini ishtiyoq bilan qilishidi. Ahmad Cho'ng tomdek egiz, bastik odam ekan. Bir qatim u bir boyvachchi bilan baslashib qilib, yo'g'on bir qo'yning go'shini 12 oq non, 2 opqur asalga qo'shib yeyib, boyvachchining ostida o'ynab turgan bir arg'umoqni utib olgan ekan. O zamonning odamlari qaltisda. Hozirgi yoshlarning tamig'i tamoq bo'lamdi. Yerim taqsirlag'manni injiqlab aran yeydi. Cho'nglar hikoyasining oxirini ana shunday gaplar bilan tushirdi. Ehtimol u zamonning odamlarining oshqozini bir xo'p bug'doy patqidek tog'odek yo'g'on bo'lsa kerak. Shunchalik uzun zamonlar o'tdi. Noya bozorda qanchalik erlar o'lib tugidi. Nurg'un ishlar astin chiqib ketdi-yu, bir qo'yni butun yeyotadigan Ahmad Cho'ng hozirgacha unutilmay kelyapti. Yaqinda oramizda birisi 40 istakonga lixlab turib 3 istakan aroq ichib, ana shunday shuhratga erishdi. Bu o'tgan yili bo'lgan ish. Kichigimizdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan bir necha o'ylan bor edik. Uzoq kechalarni ko'ngillik o'tkazish uchun har shanba oqshimi birasimizning uyiga yig'ilib, tamoq yeb paranglashgach, qart o'ynab, ish-pushig'imizni chiqarishni odat qilib olgandik. Albatta, azroqdan aroqni ichib qo'yatdik. Qilishib kelsak, gapimizmi tugamaydi. Kichik chog'larimizda sho'ridan sho'ng'ib bog'larga o'g'irlik tushganlarimiz, daryo o'yiga cho'milgilib olganda bo'lgan kulkilik ishlar. Maktabda kimning qaysi ma'lumdan tayoq yeganligi, kimning kimga oshiq bo'lib qolganligi, xalqaro vaziyat, mol bahosi, turmushda uchragan qiziqchiliklar degandek jimi temada so'z bo'ladi. Oh, yaq. Rahmat. Bacharoq bormi? O'zgarib qo'yib beraman. Bir jutum ishlab. Teşekkürler. Avval yaxshida? Obdan turayotgansiz? Ekiling qo'lingizda. Xizmat yaxshi bo'lsa bo'ldi. Yaxshi. Bu bölümden acaba kutlanmavatım deb o'ylayotgansiz? Undaqmi emas. Qani o'tir. Uyingizga berib avar qilmay deb tahrir bilimingizning o'ziga kelaverdim-ku. Qarang. Bu da yana bir hikoya yozib etdim. Yaxshi bo'pti. Ussuzlik ichib olamsiz. Yo'q, rahmat. At deganda bir rum qiqib oldim. At degandimi? Biz tarafda bir qovoq bor-da, alomat qovoq. Eliqidek ishimiz turolmaydigan bechoralar at deganda ashyaga yugurishdi.
Maishni. Biladiganlar, u yani biladiganlar uni jiddiy qutqizish bo'limi deyapti. Qiziq gapgan bu. Yelqidek ishimiz turolmaydigan, putqul titraydigan bechoralar atdigan ashyaga berib, ishkurum ichgandan keyin odam siyoqiga kirib, anandan keyin qaytishidi. Taqdir bo'limi degan, mushundaq sirliq bo'ladi ekan. Oldingizda dodliroq bo'lay deb ozroq ishib kirdim. Aytib bo'lmangizmi? Kerak yo'q. Anladingizmi? Mush Turkiyada kavobni metrlab sotadi deydizmi? Qiziq gapgan bu. Yana shu to'xining quliqiga chimbuloq degan so'zni cheppasingiz, kuniga 4-5 ni tug'iyverdi ekan. Hozirgi odamlarga bas tushgan narsaga amroq bo'lib ketdi, ha. Assalomu alaykum. Qadrak avlingiz, yaxshimi? Tinchlikmi? Mijozingiz obdan tudingiz. Asringizni qo'yib keting. Navodi yarab qolsa o'zingizning nomida e'lon qilamiz. Alloh akbar. Meni to'liq qo'rqatmang. Endi martam 3 martam degan gap bor. Hech bo'lmaganda mushu bir navbat bo'lsa-mu, o'zingizning nomida e'lon qilib turing. Andin biz, Faqatli qoidada yo'q ishda bu. Mana men o'z roziligim bilan sizga obturlik huquqini beryapman-ku. Bo'lmasa hech qanday da'vo dasturim yo'q deb qo'limdan hujjat beraymi ya? Nom chiqarishga qiziqmamsiz? Nom dedingizmi? Mush quruq nom ataqning nimaga foydasi bor? Hozirgi zamonning kishilari o'lganlarning obro'yini jinozaning oqisidan kelayotgan mashinaning oz ko'pligiga qarab belgilaydigan bo'pti. Ma'qul. Mush asarni mening nomimda e'lon qildikmi deyli. Kishilar palonchi yozuvchi kelyotdimi deysin. Lekin shuning uchun men qo'saqda azroq umochvos bo'ladi-da. Mushu shoir yozuvchi degan bor-ku. Mushu ba'zi so'rlarda she'r deganni o'qib xalqni hayron qoldirib yutdi ekan. Latif shaqshaq deganni so'zlab xalqni dumultitdi ekan qarang. Men-chi, giz kelganda xotinimga 2 og'iz gapni tep bermayman emasmi? Agar xotin so'qishib qolsa, hozir shu qo'pibli valaq urib ketadigan bo'ldim qarang. Mushundaq kunlar beshimga kelib qolmasin deb, nada haq tonimaydigan shoirlarning she'rlarini yodlab oladigan bo'ldim. Texi yililar jiddiy qutqizish bo'lmadi vago. Umrim bo'yi rohat o'tdim bu kecha. Yorim bilan billu bo'g'ash tong'icha dedim. Eliq o'tirib aroq ichayotgan aroqkashlar vah, alomat shoirkan, dahshat shoirkan deb qo'lidagi rumkalarni menga tanglashib, texi men bilan ilpatlashmoqchi bo'ldi. Men asta gap qilmay g'ippida tikib atdim-dan, ha. Bu kimning she'ri? Bu eliqi Shayx Muslimiddin Said Shirozining. So'rg'anlarga Saidining desangiz yaxshi anglanmaydi qarang. Buni mushunda uzartib desangiz hayvat anglanadi. Alomat chiqdi-da buningda. Qiziqmi-kan? Qiziq-a? Alomat qiziq. Unda siz o'zingizga bir adabiy taxallus qo'ysangiz o'g'idek. Taxallus dedingizmi? Bu taxallus deganingiz eliqidek laqammi? Aras, bu ish faqat xiyolim ekan mabto. Sizningcha qandoq laqam ishlasam bo'la? Musho ba'zilarning yozg'inidan taxallus yo'g'an bo'ladi ekan deyman. Masalan, siz hech yozg'uvchini bilasiz-ku? Tamoqini oq-oqidan chekib o'ltirib, tamoq chekish badanga ziyonliq deb bir nimalarni yozdi ekan. Xudoyim. So'qoq suv ichmang badanga ziyonliq. Nay yesangiz qo'sog'ingiz to'ydi. Qo'y go'sht badanga foydali. Qon besimi va odam yiqilib tushsa bo'lmaydi degandek tam yo'q bir nimalarni yozib, gez jurnallarni to'shqizib yetib, odamni saskandirib yutadi ha. Bu eliqi birinchi oyning oqisidan ikkinchi oy keladi. O'lmaydigan odam yo'q degandek tuk yo'q gaplar-ku. Tex mushnaqligiga vaqmay taxallus hayvat. Siz o'zingizga sarang degan taxallusni qo'llasangiz o'g'idek. Sarang? Sarang bo'lmoqmi o'ng'ay emas. Qandoq deysiz? Masalan, bizning mahallada mening bir qo'shnim bordi. Heliqi yomon yillarda 10 yil turmida yetib sarang bo'lib chiqib edi. Yaqin mahallada yana bir sarang paydo bo'lib qopti qarang. Do'kon ochima, pul topaman deb ur turib uxlaydigan bo'lib qopti. Mush yaqindan bu ham saranglik toza ishonmaydigan bo'lib qoldim. Tamoqni birovdan bizga o'xshash yeydi. Gapni ta'tir qiladi. Yaqindan yaqin saranglikning boshqa o'xshaydi. Bu nima deganingiz endi? Qaramamsiz, bu saranglikni pul setib oldiganlar bag'ansir ko'payib ketyapti qarang. Kimni da'vatsiz? Aroqkashlarchi. Bir tuzuk odamlar qarang. Pulni ko'tarib qavoqqa sapsaq kirib ketib 1 soatdan keyin sarang bo'lib chiqdi. Mana bu asarni shu saranglar to'g'risida yozdim. Qalichingizning ichini adrasmanda isiriqda pat-pat o'zingizni ochiltib turayotgansiz, ha?
Bizning mahallədəki elə İlahın Zasbəzini bilirsizmi? Yeni tug'ilgan balasining hamrini sirkil ağzıga milab yeb qo'yibdi. Helik yeni ko'ldik satangni bilasiz. Kalpiklarini qon ichgandek qilib oladigan, Xudoning qudrati bilan yaqinning yoqi ko'chat qajaydigan bo'lib qopti qara. Satadigan zaim yo'qda? Laqamni men o'zim o'ylash baqay. Ungacha buni hikoyamni o'zingizning nomida, a? Hoy! Ba'zida bir-birimizning bola vaqtimizdan yoldan bo'lib qolgan raqamlarimizni keltirishib, chaqchaq qilishib ketdik. Meni ular Osman Dangal deyishadi. Nimishqidir kichik vaqtimda dangal yeydigan odatim bor. Xeyli cho'ng bo'lib, bolalar bilan o'ynab yurgan chaqlarimdimi, xumorim tutib ketganda tomtudan bir atal dangal topatdim-da, og'zimga silib oladi. Og'illar ichida eng burun o'ylanganimmi? Dangal yeydigan odatim o'ylangandan keyin qilib qoldi. Buraya! Ay, seni var ya! Gel ya! Bugün bizga dasturxon solmoqchi bo'lgan Munu sohibxonni biz Rajab To'poq deymiz. U onasining yolg'iz o'g'li bo'lib, onasini xeyri cho'ng bo'g'ichi emgan. Biz bilan birga o'ynab yurgan chaqlardimi, ba'zi yugurib berib onasining oldin to'sib imvoladi. Onasi, "Voy To'poq, qachonga cho'ng bo'lmaysa" deb uning dumbisiga mushlab ketadi. Maktabdagi chaqlarimizda Rajab hozirmi onasini choputlab yiqitib imvoladi ekan deb teriktirib o'ynaydik. Bastining yo'g'onligiga bakmay, u to'limi qo'rqinchaqdi. Azraqla chishiga tegib qo'ysak, opamga deyma deb uyga qarab mangadi. Qizlar gap qilib qo'ysa, hech nimadan hech nima yo'q, qizirib ketadi. Darsda bek nachardi. Bechora opasi uni xolimisimi zo'rlab maktabga avatadi. Shunday qilib, har bir sinfni 2 yildan puxtalab o'qib, biz to'liq o'tirni bitirgicha, to'liqsiz o'tirni oralli tugatib, dadasining do'koniga mash kana yasashga chiqib oldi. Mashchilik uning ota-onasidan qolgan kasb. Ehtimal Moshinoya bozoridagi mash, kana, chelak deganning ko'p qismini Rajabning urug' tuqqanlari yasidimi kim deydi? Osman sen. Ana qagina. Voy yo'q kilvasa chiqadi. Men Muhammad bu deb qasam orasidan biz o'qib metrab 1 kilovatmda kechibdim. Aslida meni qo'g'ig'ini qasqan ekan. Sen. Kesh bizning uyga baldiroq borasiz, ha? Bo'ladi. Xirim chapan kiygan Abdulni Asan maktabdagi chaqda bolalarga ancha aralashmay yuradigan o'quvchi edi. Dars vaqtida uning leksiya yozadigan daftarning orasida doim she'r yozadigan bir varaq oq qog'ozi istirg'iliq turadi. İlhami kelganda darsni qo'yib she'r yozishga tushib ketadi. U ba'zi yozgan she'rlarni chiroyli ko'chirib, konvertlarga silib, na'lagidir avatgini qo'yadi. O'qish oxirlashguncha u sinfdagi qiz o'g'illarning xotirasini o'zining aslilik she'rlari bilan to'ldirib bo'ldi. Lekin biz jurnallarda bir parchami she'r e'lon qilinib boqmadi. Shundaq bo'lsa-mu, Abdul hozir matbuotlarda she'rlar e'lon qilinib turadigan shoirlarning birisini yaratmaydi.
yaşken almaları yapmayı bu sen. Yapmayı bu sen. Her yaşken almaları yapmayı bu sen. Balla, muşu peyzi qilganda diqqat bilan anglasanglar bo'lmamda adashlar. Tazimi bir mush ishinglar qamlashmaydimi? Men sana dedim-ku, ha? Hammamiz vaqo ko'chirib ketishlar. Ammo ba'zanlar unutilib ketgan koni kitoblarni o'g'irlab yozdi. Yuzi qililari vaqo o'z ayni ko'chirib qo'ydi. Mana. Ko'midingmi, ha? Ko'midingmi qandaq? Men demadimmi sana? Ma so'rin nim bo'lib ketdi deyman. Bu texe gezgi chiqarg'ildir, chiqmagan o'g'irlar yana jiq deyma. Ala, magizni. So'rini bilmay. Bu nima? Bana qaranglar. Abdul oliy maktabga o'qishga berib, og'rib qolib 1 yildan keyin qaytib keldi. Hozir u tirchilik qilib beyib ketdi. Texnichi o'ylanmadi. Toza mas'ub qolgan chaqlarda oliy maktabda tunishgan qiz savoqdishining parig'ini qilib, kasofat, alomat qizdi-da. Bu chaqchi aktigib ketganda. Ama siz saqlab turasiz. Ag'inlar bo'ldiringlar. Bugun so'rinda kechko'rak bashildoq. Ishqingizga xeli vaqtida keldinglar. Biroq men Tursun tekidik adash vaqtida kelmay so'rinni kechiktiryapti emasmi? Adash seni teki olgan ekan taxlab chaqaraq kesam olmamdi. Meninggo yama itikagim bor edi. To'paqlar yo'lni to'sib olgandan keyin o'tamidim-da. To'paqlar atlab o'tamagandan keyin seni jatigida. Qanday qilsan ag'ina? Endi tekini to'paqni atlatqizib o'tkazgili bo'lmagandan keyin. Bo'ldi. Men qaranglar ag'ina. Davomli shu ag'ina turib bir-birimizning laqabini so'rab gap qildik ekanmiz. Tuzuk gap qilishaylik-ku bir-birimizga, ha? Qaranglar, ingliz gapkinlarda. Köyüşmegen yar emas. Söyüşkenler har emas. Dostlar bilen olturup meyişmegen er emas. Alamet geldi. Yeni birine. Yeni bir okuydu. Hüsnige yarassun dep men yaratkan. Köңlini erler üçün keng yaratkan. Boyini yaman közden saklısın dep. Çiçini boyu bilen ten yaratkan. Koşa. Bunu o'rnida birdammi jim turolmaydigan yigitning ismi Tursun Teki. Qiliqlari kichik balnikidek ko'ringani bilan yeshi hammamizdan cho'ng. Bola vaqtimizda u tekidek sakrab, hammamizni bog'ma-bog' boshlab yuradigan. O'g'irlik tushadigan boshqa yer topolmaganda tam otilib o'zining beg'i o'g'irlik tushadi. Keyin maktabda usul tansi deganlarga shundoq ustib ketdiki, bir chaqda san'at maktabga o'quvchi elishga kelganlar uni usul sinfiga qabul qilmoqchi bo'lib talashganda, uning dadasi artistlikmi ishmi deb bag'ini unimadi. Maktabdan chiqarib olib tikkuchilikni o'rgatdi. Hozir u Noya bozorimizdagi usta tikkuchilardan bo'lib qoldi. Tursun Teka o'ltirishimizning usulchisi va qiziqchisi. Ayollar to'g'risida afsona latif to'qishga shundoq ustiki, voy, kuldirib uchimizni uzvatkila tas qoladi. Bu texi odatki gaplar. Ba'zi gaplarni har kuzmi ig'izga og'ilib bo'lmaydi. Shundaqligiga baxmay, u hozirgacha o'ylanadi. Uning ko'z qarashicha xotin elish ahmoqlik, bola tepish sarangning ishiki. Yaşlayıp Adem'in zıla bir çığı Tolumu hiska onun ömrü bırak
yırtılsa kalendarının bir vargı. Yaşlı gülüdün tökildi bir yopurum. Hey 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 hey! Yırtılsa kalendarının bir vargı. Qo'shnimiz uyda yo'qmi ekan? Yo'q. Kira. Nayt obdan kelsiz. Kira. Menimi qo'shnimizga o'xshashli ko'rsangiz bo'laver. Birdam sazqib oltag'an to'q. Nayt yaxshi kelsiz. Ag'inlar, ey. Mehmon kirdi, mehmon. Ag'inlar, mehmon kirdi. Yana mehmon kirdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qanday ahvolingiz? Hech chiqma, qana, yuqoriga o'ting. Qo'zg'almanglar. yuqoriga. Qana. Yuqoriga o'ting. Bo'ldi. O'tiringlar, bo'ldi. Nima endi o'tiray, ya. Bo'ldi. O'tiringlar. Rajab, bu akimiz ne? Bu akimiz bir qo'shnimizni izlab kelibdi-ku. Qo'shnimiz yo'q, cho'ngmiz so'ring'ini boshlab akirdi. Ha, yaxshi bo'pti, ha? Yaxshi mehmon tomoq ustiga deb, ha? Qaranglar. Ha, tortinmay, ha. Qana, obdan ketsangiz, aka. Akiringlar. Bale. Ha, qana. Ha, qana, tortinmaylar, ha? Man palını azıcık juguştur üteylə. Ha, mana beni bitayli. Maya qara. Ha, bale. Ha, qana. Ağaç o'tiringlar. Sig'da. Ha. Qani aka, tortinmay, ha? Mana çaynak kirdim. Mana choymi kirdi. Esil xotin-da bu, esil xotin. Qara. Choy ichinglar ag'inglar. Ha, qana olmaylimi? Ha, nima qarab o'tiribsiz, ha? Qana. Qani, choy isla. Choy. Sana qo'yib qo'yaymi? Ha, bo'ldi. Aka. Qana tamaqdan ha. Ha, qana olaylar, oldindan men boshlab beray, ha? Ha. Qandaroq o'xshabdimi? Alamet okşaptı. O'xshabdi. Va. Ha, qana ammamsizlar, nima qarab o'tiribsizlar, ha? Canını kınıma değme. Koyunun karıcılık avı. Anda bo'lsa, mush Tursuntagi bir sundirib baqmisinmi? Ras. Hey, sening to'paqda kuching turib buni sundiramag'an yerda. Men qanday sundira olayman buni? Bu sizlarning jamoatinglarning so'nggi bo'lgandan keyin epi-jipini bilammikan deyman ha? Keldi. Bir keldi. Qara. Aslan işeme. Bunun noçluğunu. Asan emas. Fuka, akiling. Voy. Ya Allah. Kuchtigan boyadi barkan juma. Ela. Elam. Qani, ağaç o'tiringlar. Endi sizmi kelib qopsiz. Baytin biz ancha-muncha ichishgan. Bizmi kunda ichib oltamaymiz-da. Moshunda g'aptida bir qatim al-ag'inlar yig'ilib qolgan vaqtda ichib solamiz. Sizmi aytib buyurmag'aysiz, ha? Bu bo'lmasimi? Hadiq chiqmaydi. Ey, shuni avayla. Ay. Üstel zidib ketmasin, akiling. Yo, hazret. Barakallah. Karametken. Emsi ag'inlar, bugun sizlarning hurmatinglarga bir ish qaraq akab qo'ydim. Qani, payz qilib bir o'ltiraylik, ha? Shunday qilaylik. Xo'sh, amsa, mush yangi mehmonning hurmati uchun. Xo'sh. Qo'sha. Endi navbat sizga keldi. Rahmat. Cho'ngroq istakan bormi? Ba. Mana hozirla akirib beray, ha? Akiling. Xabar qildigan bo'ldim.
mana. Aylandırıyorum. Aylandır. Aylandırıver. Ma'qul. Aldırma ishiga o'xshaydi. Qani tursin. Navbat san kelib qoldi. Xo'sh. Xo'sha. Xo'sha. Xo'sh. Vah. Yallah. Daryo beliq so'z degan shu-da. Teke. Ag'inam suzib o'ynaydi-da, aka. Suzib. Aka obdan tanishib qoldik. Hurmatingiz uchun. Xo'sh. Xo'sha. Salomatda. Temkin ag'inamda bu. Temkin. Tanışıp qolganimiz uchun qo'shamisa, ko'tarib o'tdim. Bu ag'inam karamakchimi? Amisa sizning hurmatingiz uchun yana bir rumkidan liq-liq aylantirib o'tay. Xo'sh, amisa. Xo'sh. Endi buni biraqli ko'tarib o'tasiz, ha? Men mush istakan toshqanda biraqli ishib o'tay. Bo'lmasa beshimga chiqadi. Men. Astagfirullah. Bayili shundoq desangiz bo'lmasmidi? Tushmaslik bo'p emasmi? Bo'ladi. Ilhamni kechikmaymiz. Qani, men sizga mush istakan qilamiz, aylantiringlar bo'lmasa. Bir ichib o'tingiz. Qani, eling. Qo'lingizga eling. Endi buni qo'ymay ishib o'tasiz, ha? İşi bitirmem Eling. Shundaymi, ha? Rostmi shoyim bu odam?
ögengen xuydangla. Ben yaş vaqtimda şopirlik qilib yurib, Rus ag'inlar bilan ko'p aralashgan. Kasapatda karamat ichib qo'ytidangla. Sizlardek vaqtimda bek tartinjaqdim. Qizlarga tuzuk parangmi qilolmaydim. Şuna hamma ag'inlarning oqsida o'ylangan. Chiroyimning kishilardan qog'ichiligi yo'q. Jur'at kam dangla. U vaqtlarda tansi degan ko'p edi. Bir kuni eliqa ag'inlar tansiga boramiz deyishib qizib elishga haraq ish ketdi. Birisi, "Oy, bunu qilindarisidan sen azroq yutib olmamsan" deb menimi taklif qildi. Yuragim yo'g'onsin deb mushunda qirliq istakanda ko'zimni birini ko'tiribdiman. Rost degandek, shu kuni tansida tanishmaydigan qizlarga qiziq paranglarni sep berib. Bu bo'ldi ekan. Shuning bilan bu zodi nima ilhomkin deb o'ylab baqsam, eliq haraqning kuchi-da. Shundaq ichib yurib, Zoya degan rus qizi bilan tanishib qoldim. Xeyli vaqtgacha do'stlashib yurdik. Keyin to'ymi qildik. Uning ismini Uyg'urcha Zuhra deb atab qo'ydik. Dastlab dadam onamlar qo'shilmadi. Keyin u nayt obdan kelin chiqib qoldi-da. Cho'nglarning rayga beqib, tansilog'imi bormaydigan bo'ldik. Kashda ishdan qaytib kelsam, ishchidigan harig'im tayyor. Xotinim Zuhra istakanga lixlab, aqaraq to'shqizib turadi. O'zi qizil aroqni quydi. Shuning bilan ikkimiz rasa ichib, patifonni qo'yib, cho'gilitib, g'iti-g'itanga tazo dasab ketamiz. Nayt ko'ngillik o'tgan edik. Zuhraning ota-onasi uni mendan ayirib, chet elga chiqib ketdi. Shuning bilan u bechoraning ko'ngli oqsida qoldi danglar. Amal yo'q. Shunda qilib yaxshi xotindan ayrildik. Bu yomon aroqdan texcha ayrilanmay yurimizda. Aka, mushtabda qancha yoshlarga kirgansiz? Xudo buyursa 60 ga qarab mangdim-ku. Oy? Nimalarni deydigansiz? Qarasa 40 yosh kirgandek turibsiz. Nedik 40 yoshlarni deysiz-ku? Qaranglar, mana bu chastaqallar oqirib ketdi. Nima deydigansiz? Gap yoshda turmamsiz. Amisa, Fukula, menga ruxsat qilinglar. Bunda qilsak bo'lmaydi. Bunda aldirablar. Bo'ldi. Qiziqchilikda ko'p ichib qo'ydiganda qilma. Bo'ldi, men ketib olay. Maqlimsan, xo'sh. Nimishqa aldiraysiz? Xo'sh. Bosa olgan masachimiz bo'lmadi. Xo'sh. Ketalasizmi aka? Chataq yo'q. Qonib keling aka. Bo'ldi, uka, yana bir sizlar ko'rishim emasmi? Maqlimsan. Bo'ldi, rahmat. Maqlimsan. Bo'ldi, sizlar qilib qilinglar, o'tirib. Bo'ldi, sizlar kelib kelinglar. Men uzib qo'yay. Bo'ldi, uka. Siz chiqmang. Ay. Men ketaman. Xo'sh. Qaçtı. Nega qaçtı? Hey dangal. Qirliq istakanda 3 istakan haraq degan 2 portliga haraq degan gap. O talog'i chiqib, cho'qim bir yerga ko'plik qilib yiqildi. Yiqildi. Ergiz yiqilmaydi. Yiqildi. Yo'q ber. Bunda qaraq ishga odamni umrimni ko'mabdi ekanman. Xuddi hech narsa ishmagan odamdek tub-tuzlik ketyapmanda. O Shapurut akamiz aroqni qirliq istakan quyib vasamatga uyga olib ishdiga o'xshaydi debdimi? Uni bu botilkaning og'zida tasidi qilib ijotgunicha teqa. Eliq sunyakni cho'kini ushtibatgandek ushtibatda? Kichikkina ishqa yoqqalaringni tutishib, o'zlaringni yaga etishib hayron qoladigan ekansa. Akalar so'nkingni. Cho'qim uning ajraydigan bir yeri bor.
agar shu ajraydigan yerni tepib olsang, mushundalik qilsang, kosli qilib sunib ketadi. Shunchilikli ish u. Teka. Sana so'ngak deb berish uchun men qo'ydi yana birini so'ysam bo'g'idakda. Ishim bo'lmaydi, adash. To'la po atma. Po atgan gap yo'q, adash. Yaman bo'lsang, qani mush botilkaning og'zini bir ich baqa. Akila. Men bir ish baqay, odam qilganni odam qila oladi. Qandaq? Qandaq? Shu seni po atma deydi. Aldirma, adash, amali bo'ladi. Har ishning amali bo'ladi, adash. Bo'ldi, kuchuma, adash, kuchuma. Bo'ldi qilg'ana. Mana ochdimg'o. Bilsa yog'liq tutding-da. Yog'liq tutsammi, ochdimg'o. Akila stakaningni. Nima qilsa? Ichima, lixlab ichima. Ich baqa qani. Bir ko'rib baqay. Adishavay, nima ish qilyapti ma? Bo'ldi qila, Qara, bo'ldi qilinglar. Qandaq? Odam qilganni odam qila olamdi-ku. Bu odatlanishdim. Yolg'on bu sizlarmi ish beqinglar, Soyibxon bo'lgandan keyin sendan boshlaymiz, Oldi bilan Yo. Bo'ldi qilinglar. Icha. Sta. Rost hech qancha emaskan juma ag'inlar abdi. Sen bir necha? Akatara, nima zulm bu? Jonni qijnab. Qo'yma, men ishmayman. Men ishmayman. Nimdadan? Navbatini ichsa. Ag'inlar. Icha. Icha. Bu navbat o'g'andiki icha. Pelle, mana. Ala. Bu navbatdan ala. Yo. Men icha. Ala. Dangala sinib ketganda ishmayman. Bo'ldi qilinglar, men ishmayman. Chong ish yo'q. Qo'yma ichsa. O'g'lim emassan. Allah. Bu İşteyme. ala. Mana. Müsünçülük ilişemez mi deyim ben? Yaxshi, yaraysa. Mana. Qara bana. Yaray. Ag'inlar. Muzika ovoz qo'yg'ina. Anglab o'tirmiz. Qo'ymamsa bir apadimi. Müzik ağlasın. Mana koydum. Mana. Oynamamsın. Oynaydı. Çiçekler diken, can diken her güne. Çiçekli
diken can diken her güne şeyle kömülde rasa hoş kılar Kalekçe kuyul devama kendine İndallıkta özsün ömür her güne şeyle yarallah şeyle beni Onu sevgile sormuş elim diye şeyle yarallah şeyle beni Onu sevgile sormuş elim diye Şarap demledim romdini hoş kılır Şirin gazını içti adaş boş kılır Çiçeklem diken can diken her güne Şeyli gönül rasa hoş kılır Kadeke kuyul devama kendine İnanlıkta özsün ömür her güne Şeyli yarallah şeyli beni O sevgide sormuş elim beni Şeyli yarallah şeyli beni O sevgide sormuş elim beni Ah şimdi talağı çıksam kametim sayamdıdır. Sol kolum işten bağımda, on kolum boynumdadır. Min doğru atamsa, bana ananı şartım şak. Eke tamakandı birine. Birine. İşkinemez. İşkinemez. Birine. Nima mende sorar atamsa? İşkinemez. Birine. Oyna. Oyna ile. Oyna ile. Oyna ile. Topak. Oyna ile. Dangal oyna. 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 Voy doğuktam. Hoş getir neyini setçilik bu Topak. Dadım amamla Dangal. anlatsın. Ay balam. Nim boldu sana balam. Nim boldu sana. Balam. Nim boldu. Ama uslonayım. Durdu boldu. Uslonayım. Uslonayım. Kan boldu kısamcı. Uslonayım. Balam. Ay Ben balam usul boldu. oynayayım. Ay boldu kıla. Hoş adaş. Recep adaş ben kettim emse. Ben kettim. Uzatma. Ben gidiyorum. Oyna öyle, oyna öyle. Acı, şimdi acı. Ben geldim, Allah. Acı. Bir ters açtım. Oyna öyle. Adamның ko'nglini ilishtirib qusayveribsan, latta. Tura o'rningdan. Hey, üstümden türelgen necis! Hey hayvan! Arakını içip, kasa eşyalık çıkarsan sen ha?
Xo'ton. Astagfirullah. Bu Vay Xudayım. Bu Voy, ma balani. Öy kirmay bir yerda nima qilib tursan balam? Ha? Mana öy kirib ketaylik. Acaba ya ne bu? Voy jinim balam, ne bo'ladi o'zingning uyi? Jura balam, jura. İyi. Unda siz kim o? Men sening anang Janarxon balam. Jura, voy. Unda qo'sbek kim? Nimanda odamni qo'rqitirgandi ma balam. Jura. Jura balam, öy kirib ketaylik, unda qilma. Men ketdim. Uyimga ketdim. Jura balam, unda qilma. Jura, öy kirib ketaylik. Ölenmisan mayli. Mana. Ölenmisan mayli.